Ko'p kulib kuldirgan insonlarni yaxshi ko'ring. Hatto ular bilan do'st bo'ling. Ular hammaning yuzini kuldiradi va dardlariga malham bo'lishadi, ammo qalblarida sevgi va muhabbatga muhtoj bo'lishadi. Tabassumlarni ko'rasiz, ammo ularning ortida yashiringan jarohatlarni ko'rmaysiz. Yolg'iz qolganlarida ovozsiz baqiriqlarni eshitmaysiz. Yaxshimisan degan so'zga eng muhtoj bo'lgan insonlar ulardir. Shuning uchun ular atrofdagilarni kuldirganliklari uchun emas, sevgiga va e'tiborga muhtoj bo'lganliklari uchun ularni yaxshi ko'ring. Ko'p kulib kuldirgan insonlarni yaxshi ko'ring. Hatto ular bilan do'st bo'ling. Ular hammaning yuzini kuldiradi va dardlariga malham bo'lishadi, ammo qalblarida sevgi va muhabbatga muhtoj bo'lishadi. Tabassumlarni ko'rasiz, ammo ularning ortida yashiringan jarohatlarni ko'rmaysiz. Yolg'iz qolganlarida ovozsiz baqiriqlarni eshitmaysiz. Yaxshimisan degan so'zga eng muhtoj bo'lgan insonlar ulardir. Shuning uchun ular atrofdagilarni kuldirganliklari uchun emas, sevgiga va e'tiborga muhtoj bo'lganliklari uchun ularni yaxshi ko'ring.